Assalomu alaykum bola. Bugun men sizlar bilan Berzbek Gaming bugun 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi modimiz bu zil. Qani bo'lmasam tekshirib ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Kattaligini. Mini ko'raylikchi. Ishlamayapti. Ha mayli. Bo'lmasam top ikkinchi modimizga o'tamiz. Ikkinchi modimizda bu qurollar ko'ramiz. Ko'rmayapti-yu. Ha mayli, biroz ko'raylikchi. Bo'lishini qaranglar. Yotishini qaranglar. Bo'lmasam top 3-modimizga o'tamiz. 3-modimizda bular mebellar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana har xil mebellar turibdi. Xohlagan mebelingizni tanlab olishingiz mumkin. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu chashka. Mana dekoratsiyasiga baho beringlar. Mana bu kichkina sandiqcha. Ochilmaydi. Bo'lsa haynaqasiga qo'yib qo'yishgan. Bu esa notebooklar. Chiroyli dekoratsiyasini qaranglar. Qani bo'lsam keyingi modimizga o'tamizlar. Top 1-modimiz bu GT'lar. Hamma ishlayotgan o'sha. Mana bular. Mana Mer GTL, Bomba GTL, Maniac GTL, Askar GTL va Kompot GTL. Bo'lmasam ularni qayerdan olaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hozir tushuntiraman. Mana bu kanalda olasizlar. Nomi Hitter Channel. Mana ko'ryapsizlar. Har xil modlar bor. Mana bu modlarni mana shundan topishingiz mumkin. Qani bo'lmasam, xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha.